O'g'iljerin Xaldurdiyeva Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidan. U yosh kitobxon respublika tanlovining 15-19 yosh toifasi g'olibi hamda prezident sovg'asi BYD Chazor elektromobili sovrindori. Tanlovning oxirgi shartida men g'olib bo'lgan paytimda dadam, oyim va opam men bilan birga edilar va bu jarayon juda ham hayajonli kechgan. Men o'zim g'olib bo'lgan daqiqalarimda ota-onamning ko'zlaridagi quvonchni va butun oilamizning xursandchiligini ko'rib, aynan ularning xursandchiligi ham menga boshqacha hayajonli hissiyotlarni bergan. O'g'iljerin tanlov xotiralari bilan o'rtoqlashar ekan shunday deydi. Yosh kitobxon oddiy tanlov emas. Bu har bir ishtirokchiga o'zini har tomonlama anglash, ichki dunyosini kashf etish uchun yo'l ochib beradi. Tanlovdagi o'sha jarayon g'oliblikdan ko'ra ancha qimmatliroq narsalar berar ekan. Kitobxonlik davlat siyosati darajasiga ko'tarilganligi sababli minglab yoshlarimizni g'oliblik sari yetaklamoqda. Yillar davomida yuzlab kitoblar o'qib, ularning mazmun mohiyatini chuqur anglash har bir yoshning haqiqiy yutug'i hisoblanadi. Bu tanlov har yili bo'ladigan bo'lsa, har yili faqat bittagina kitobxonga mashina sovg'a qilinadi va minglab kitobxonlar mana shu mashina olish yo'lida 50 ta, 100 tachalab kitoblarni qayta mutolaa qilishadi, uni anglab tushunib yetishadi va o'ylaymanki, bittagina kitobxon g'olib emas, ya'ni moddiy jihatdan g'olib bo'lishi mumkin, lekin minglab kitobxonlar ma'naviy jihatdan bu tanlov orqali g'olib bo'lishadi. Aynan shu yo'nalish mamlakatimizning uzoq muddatli rivojlanishini belgilab beruvchi O'zbekiston 2030 strategiyasining 39-maqsadida o'z aksini topgan. O'zbek va jahon adabiyoti durdonalarini keng ommalashtirish, jamiyatda kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, aholiga axborot kutubxona xizmatlarini rivojlantirish. Bu maqsad yosh avlodni intellektual va ma'naviy jihatdan yetuk shaxslar qilib tarbiyalashni ko'zlaydi. Ayni shu maqsadni amaliyotga tatbiq etishda Yoshlar ishlari agentligining mutolaa loyihasi alohida o'rin tutmoqda. 2024-yilda ishga tushirilgan ushbu zamonaviy mobil platforma bugungi kunda mamlakatdagi eng yirik o'zbek tilidagi elektron audio kitoblar kutubxonasiga aylandi. O'zbekiston 2030 strategiyasining 39-maqsadida O'zbekistonda kitobxonlar sonini 30-yilgacha 5 millionga yetkazish qo'yilgan edi. Yodingizda bo'lsa, men kutilgan fursat sahnasida turib, loyihamiz haqida, uni maqsadlari, rejalari va natijalari haqida gapirgandim. O'sha yerda biz 25-yil o'z oldimizga kitobxonlar sonini 3 millionga yetkazamiz degandim. O'zbekiston aholisi 60% yoshlar bo'ladigan bo'lsa, demak, hali bizni maqsadimiz katta. Potensialimiz, imkoniyatimiz katta. Shundan kelib chiqib, biz bu yil, ya'ni 2025-yili o'z oldimizga kitobxonlar sonini 3 millionga yetkazish maqsadini qo'ydik. Bu katta marra. Aynan bu O'zbekiston 2030 strategiyasida 5 million qo'yilgan bo'lsa, maqsad. Biz shuni 3 millionini aynan bu yili amalga oshirmoqchimiz. Mana hozir ko'rib turibsizlarki, mutolaa ofisdamiz va mutolaa natijalarini sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Hozirda demak ilovamizdan 3 million 900 mingdan ko'p, deyarli 4 million demak foydalanuvchi kitob o'qib, tinglab, o'zlarining ustida demak ishlashyapti. Mana natijalarini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda maxsus demak bizni jonli statistikamiz, ya'ni har bir o'sha daqiqasida yangilanib turadigan. Bu yerda demak umumiy foydalanuvchilar sonini ko'rishingiz mumkin. Audio elektron kitoblar sonini bu yil o'z oldimizga maqsad qildikki, mutolaadagi kontentlar ham demak karrasiga oshishini. Hozirda umumiy hisobda 4 mingdan ortiq audio elektron kitoblar bo'ladigan bo'lsa, bu yil biz bu sonlarni bir 10 mingdan oshirmoqchimiz. Demak, bizga juda ko'p talab bo'lyapti. Shuning uchun bu imkoniyatni qo'shmoqchimiz. O'qilayotgan kitoblar soni esa 13 million, demak 14 millionga yaqinlashib qoldi. Demak, ko'rib turganingizdek, mutolaada o'sha har bitta viloyat, tuman, mahallani ham demak ko'rsatkichlari bor. Bu yerda Andijon viloyati birinchi o'rinda turadi. Bu ham kitobxonlar soni bo'yicha mana 756.218 nafar, ham kitob o'quvchilar, ya'ni o'qilayotgan kitoblar soni bo'yicha ham 3 millionga yaqin demak kitoblar o'qilyapti. Bundan tashqari demak ikkinchi o'rinda Xorazm viloyati, keyin Jizzax viloyati. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu yerda demak siz har kuni nechta yangi foydalanuvchi kelayotganini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. O'rtacha bizda 3 mingdan 8 ming, 10 minggacha demak foydalanuvchilar kuniga qo'shilishadi. Biz bundan nimadan foydalanamiz? Bu ijtimoiy tarmoqlar, yoshlar agentligi tizimi, mahalla targ'ibotchilari demak yordamida bo'ladi. Mutolaa loyihasining ahamiyati faqat raqamlar bilan cheklanmaydi. U strategiyaning asosiy g'oyasi insonga e'tibor tamoyilini amalda ko'rsatmoqda. Yoshlar ishlari agentligi qoshidagi loyihalarning bitta yagona g'oyasi bor. U nafaqat bu loyihalar xalqimizga xizmat qilishi, har bir xonadon kirib borishi,
balki yoshlar uchun mahorat maktabiga aylanishi kerak. Mana mutolaa loyihasi doirasida ham shu kunga qadar 150 ga yaqin mutaxassis faoliyat ko'rsatib keldi va bularning aksariyati yoshlar. Yosh ovoz ustalari bor. Ular mahoratli dublyaj aktyorlaridan saboq olishadi, o'zlari ustida ishlashadi. Bu loyiha kitobxonlarni birlashtirgan loyiha sifatida qaraymiz. Bizning jamoamizda o'sha yosh kitobxon tanlovi g'oliblari, Spark yutib olgan, BYD avtomobilni yutib olgan yosh kitobxonlar birga biz bilan ishlashadi. Ular asosan mana shu elektron kitoblar yo'nalishida ishlab kelishyapti. Men yosh kitobxon tanlovidan keyin mutolaa loyihasida avval onlayn tartibda, keyinchalik offlayn tartibda ish boshladim va hozirda tanlov bo'limida menejer lavozimida faoliyat yuritaman. Va bu yerda biz kitobxonlar uchun onlayn tartibda turli xil ko'lamdagi tanlovlar tashkil etamiz va g'oliblarni kitoblar bilan hamda mutolaa premiumga obuna bilan rag'batlantirib boramiz. Raqamli kutubxona orqali qishloq va chekka hududlardagi yoshlar ham jahon adabiyotiga bevosita kirish imkoniyatiga ega bo'lyapti. Savol berishingiz mumkin. Kitob o'qishdan asosiy maqsad nima? Kitob o'qish faqat kitob o'qish uchungina o'qilmaydi. Agar siz rivojlangan va farovon davlatlarni qarasangiz, ularni daromadlari va ularning o'qiyotgan kitoblari bir-biriga to'g'ri proporsional. Ya'ni siz qancha ko'p kitob o'qib, qancha o'z ustida ko'p ishlasangiz, shuncha farovon va boy yashaysiz. Asosiy men o'ylaymanki maqsad bu farovon va yaxshi hayot sari shu ilm va kitobni ustiga shu poydevor qurish deb o'ylayman. Shuning uchun biz ham doimo kitob o'qinglar degan bir demak xabarni bizga doimo motivatsiyani beradilar. Bizda shunday jamoa shakllandiki, bular har kuni mutolaa bilan mashg'ul bo'ladigan, kitobni haqiqatda sevadigan va o'zi o'qiganini boshqalarga ham ilinadigan haqiqiy samimiy kitobxonlar jamlandi va bu mutolaa loyihasini muvaffaqiyatida ham asos bo'ldi deya olamiz. Masalan, mutolaa loyihasi rahbari Sirojjon Olimam doim aytib keladi. O'sha chet elda, Edinburgda o'qiyotgan paytlarida aynan o'zbekcha kitoblarga ehtiyoj juda ko'p bo'lgan. Va mana shu og'riq uni O'zbekistonda qaytganiga, mana shu loyihani boshlashga sabab bo'lgan. Yoki meni o'zimda ham doim elektron kitoblarni eshitish, audio kitoblarni eshitishni yaxshi ko'rardim. Telegram orqali eshitardim. Telegramga saqlab qo'yardim, keyin uni noqulayliklari bor, boshqa yoki YouTubedan eshitardik. Mana shu og'riqlar bizni aslida mutolaani mukammal qilib yaratishga turtki bo'ldi, sabab bo'ldi deya olamiz. Ushbu loyiha kitoblarni raqamlashtirish va ommalashtirishning eng samarali mexanizmi bo'ldi. Klassik o'zbek adabiyoti bilan bir qatorda jahon adabiyoti durdonalarining o'zbek tilidagi tarjimalarini yoshlar uchun qulay formatda taqdim etmoqda. Ovoz yozish studiyamiz. Bu yerda biz o'sha audio kitoblarni ovozlashtiramiz. Bu yerda eng oxirgi o'sha texnologiyalarni ovoz bo'yicha, akustika bo'yicha hamma sharoitlarni qilganmiz. Bu yerda doimiy kitoblar yozib boriladi. Ichkarini ham ko'rishingiz mumkin. Bizda asosiy narsa bu audio kitoblarda sifat. Ya'ni audioni sifati yuqori bo'lmasa ekan, uni o'quvchilar, kitobxonlar oxirigacha o'qiy olmasliklari mumkin. Demak, mutolaada kitoblarni kim audiolashtiradi degan savol bo'lishi mumkin. Biz audio kitoblarni yaratish uchun eng mashhur va professional bo'lgan, xalqimiz suygan dublyaj aktyorlarini, suxandonlarni jalb qilganmiz. Mana biz ularni hammasini bir yig'ib, Oltin ovozlar degan bir albom yaratganmiz. Mana albomni ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda shu biz bilgan, tanigan, sevgan ovoz sohiblari, bu Sayfulla Ikromov, Elbek Mirzohidov, Mahmud Ismoilov, Boyir Xolmirzayev, Sanobor Sodiqova, Muhammadjon Xo'jayev, Ahmadjon Mirzayev, Muslima Murodova kabi demak dublyaj aktyorlari bizda faoliyat yuritishadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Ular qaysi kinolarga ovoz berishgan va qaysi kitoblar audiolashtirilgan ular ovozi bilan. Hech bo'lmasa alvaslarga tush kelar ekan. Bular haqida ertaklarda bekorga aytilmagan axir. Albatta bekor deyman. Ovoz orqali kitoblar o'sha qalbgacha demak yetib boradi. Shuning uchun biz eng o'sha ishini ustalari bo'lgan dublyaj aktyorlarni jalb qilganmiz. Mobil platforma foydalanuvchilari kitoblar bo'yicha fikr almashishlari, muhokama o'tkazishlari, hattoki sertifikat olishlari ham mumkin. O'zimizni ilovamizda alohida kitobxonlar uchun tarmoq yaratdik.
kitobxonlar hamjamiyatini yaratdik. Uni nomi Davra, mana yaqindagina e'lon qilindi u. Unda endi kitobxonlar, yozuvchilar, shoirlar, o'zlari yaxshi ko'rgan mualliflar bilan birgalikda muloqot qilishi va faqatgina kitob haqida chat qilib suhbatlashishi mumkin bo'lgan alohida tarmoq chiqardik. Ya'ni bu tarmoqning nomi Davra va u yerda faqatgina kitob haqida post yozasiz, faqatgina kitob haqida mulohaza qoldirasiz, fikrlashasiz. Mana shu hamjamiyatda kitobxonlar davrasida o'z fikrlaringizni muhokama qilishingiz mumkin bo'ladi. Davrada asosan olimlar, yozuvchilar, mualliflar faol bo'lib sahifalarini yuritishmoqda. Masalan, Qo'rqma asali muallifi Javlon Javliyev yoki bolalar adabiyoti bo'yicha eng mashhur yozuvchilarimizdan Sa'dullo aka Qur'onov yoki oila tarbiyasi bo'yicha G'iyosiddin Yusuf kabi bir qator mualliflar, yozuvchilar davrada faol bo'lib kitobxonlarga kitoblar haqida o'zlarining fikrlarini o'rtoqlashib bormoqda. Ushbu tashabbus kitobxonlik madaniyatini yangi darajaga olib chiqib, kitob mutolaasini oddiy faoliyatdan ijtimoiy muloqot va aloqa vositasiga aylantiryapti. Hozirgi kunda zamonaviy o'zbek adabiyotini faol yozuvchi adiblarning kitoblari ham ilovamizda mavjud. Ular bilan bevosita shartnoma tuzgan holda ilovamizga ularni kitoblarini joylaganmiz va bilasizmi, bizda odatda kitoblar o'ta professional, xuddi kino suratga olingandek dublyaj qilinadi, ovozlashtiriladi, aktyorlar jamoasi ijro etadi va buni eshitgan ayrim mualliflarimiz o'zlarining kitoblarini qayta eshitib xuddi film ko'rgandek bo'ldim, rahmat sizlarga deganlari ko'p bo'ldi. Chunki ular yozgan kitob, agar bosma kitob deylik 3 ming, 10 ming odamga yetib borgan bo'lsa, mana bu ilova orqali millionlab auditoriyaga bir zumda borishi albatta ularni ham g'ururlantiradi. Va bundan tashqari biz shartnoma tuzib, ana shu kitobni o'qiganiga qarab, sotib olganiga qarab, ularga qalam haqqi ham joriy qilganmiz. Tanlovlardan tashqari mutolaa ilovasida biz sun'iy intellekt yordamida videolar yaratamiz va men ssenariy yozish bilan shug'ullanaman va kelajakda biz yana ham ko'plab kitoblar bo'yicha ayni kuchli joylaridan videolar va seriallar yaratib, yoshlarning ongiga mana shu yo'l bilan kitob o'qishning foydali jihatlarini va hayotiy darslarini biz yetkazib berishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Loyihada Jeren kabi yosh va iqtidorli o'g'il-qizlar faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Ular orasida 19 yoshli Diyor sun'iy intellekt bilan ishlash bo'yicha mutaxassis. Meni mutolaa loyihasida asosiy vazifam sun'iy intellekt orqali rasm va video kadrlarni yaratish. Bugungi kunda sun'iy intellekt orqali qilinayotgan ishlar, ya'ni omma tomonidan yaxshi qabul qilinyapti. Misol uchun oxirgi qilgan ishlarimizdan biri, ya'ni bu ijtimoiy tarmoqlarda yaxshi ko'rishlar sonini hosil qildi ijtimoiy tarmoqlarda va buni asosiy g'oyasi biz yoshligimizda ko'rib katta bo'lgan qahramonlarni yoshi katta holatda, ulg'aygan holatda ko'rsatib berish bo'ldi. Va bu holat ijtimoiy tarmoqlarda juda yaxshi qabul qilindi va yaxshi ko'rishlar sonini bizga olib keldi. Va navbatdagi qilinayotgan ishimizda biz bir nechta kitob va kino qahramonlaridan ularni umumiy jamlashtirib bitta video qilyapmiz. Ilhaq kinosidagi kichkina o'g'li, ya'ni o'sha urushga borib qaytmagan insonlarni biz tirik holda qaytarmoqchimiz sun'iy intellekt orqali. Mutolaa ilovasida chiqayotgan videolarni orqasida katta mehnat va jamoa turadi. Misol uchun ko'rayotgan videolar omma tomonidan yaxshi qabul qilinyapti va bundan keyingi bosqichda biz mana shu mutolaa ilovasidagi kitoblarning eng kulminatsion va odamlar tomonidan yaxshi qabul qilinadigan joylarini video qilish orqali biz bundan ham sifatli va yaxshiroq videolarni hammaga ulashishga harakat qilamiz. Mutolaa ilovasining Instagram sahifasida, Telegram sahifasida siz bu ishlarni kuzatib borishingiz mumkin. Xulosa qilib aytganda, mutolaa loyihasi bu oddiy mobil ilova emas. U davlat siyosatining inson kapitaliga qaratilgan chuqur islohotlarning yorqin namunasi.